qabristonlarga albatta e'tibor berishligimiz kerak. Qabristonni obod qilish, u yerda qo'nim topgan zotlarga nisbatan hurmat ko'rsatish va ziyorat madaniyatini yuksaltirish maqsadida qabristonlarni obod qilish dolzarb oyligi tashabbusi bilan biz imomlar chiqyapmiz azizlar. Bunda mahallalar ahlini, tabarruk nuroniylarimizni, mana saflarimizda turibsizlar nuroniylar. Alloh sizlarning umrlaringizni uzoq qilsin. Keyin barcha imom domlalarimiz va ziyolilarni ana shu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Shu maqsadda biz mana din peshvolari quyidagi vazifalarni amalga oshirishlikni belgilab olyapmiz. Birinchidan, qabristonlarda tozalik va obodonlashtirish ishlarini doimiy va uzluksiz jarayonga aylantirish, ishga qosh bo'lishlik, ya'ni boshida turishlik. Alhamdulillah, bu narsa bizga 15-20 yillardan beri davom etib kelyapti. O'zimizni mana shu Qorirobod jome masjidimizga tegishli bo'lgan Azizxo'ja qabristonida siz jamoatning tashabbuslaringiz bilan maqbara tiklandi. Maqbarani oldiga boradigan yo'laklarimiz chiroyli qilib, ta'mirlanib, chiroyli g'ishchalar yotqizilib qilinyapti. Girdilariga hali nasib bo'lsa bir yoritqichlar qo'yish, o'tiradigan kursilar qo'yib, gullarni ekib, chiroyli qilish maqsadimiz bor. Ana shunga qabristonlarni obod qilish va ozodaligini ta'minlash nafaqat ma'muriy vazifa, balki chuqur bir ma'naviy tarbiya. Bizdan keyin farzandlarimiz ham ana shu ishni davom ettiradi. Bugun biz boshlab beradigan bo'lsak, orqamizdan farzandlarimiz davom ettiradi. 2005-yil, 2010-yillarda hashar qilib, shu qabristonga chiqib, qabristonlarni tozalagan tabarruk yoshdagi otaxonlarimizni men suratlarini olib qo'yganman. Video roliklarni olib qo'yganman. Kompyuterimga turibdi-da. Ularni hozir qo'nimjohlari o'sha yer bo'ldi azizlar. Ular shunday mehnat qilgan, hozirgi borgan qabristoniz u vaqtda unaqa emas edi. U vaqtdagi sharoit ana shunday yo'g'onlikdagi oq jangallar bosib ketgan edi. Qo'llarga tikonlar kirib qonab ketib, bobolarimiz, nuroniylarimiz o'sha yerni shunday tozalangan edi. Hozir alhamdulillah bir chiroyli holatga kelib qolgan. Lekin yana murojaatimiz bee'tibor bo'lmaylik. Borib inshaalloh ertaga, indinga hasharga qatnashaylik. Qo'limizdan kelgancha. Chunki ular borib mana qo'ndilar. 10 yildir, 15 yildir, 100 yildir biz ham bir kun boramiz. Umrimiz iloyi uzoq bo'lsin. Lekin qo'nadigan joyimiz o'sha yer bo'ladi. Har birimiz ana shu qabristonlarni inshaalloh obod qilishlikka vaqt topaylik. Vaqtim yo'q demaylik. Hozir o'lsak, hozir qabristonga boramiz, kechga qolmasdan. Yoki ertaga shu pullaga qolmasdan vaqtimiz yo'q deb qarab turmaydilar. Olib borib o'sha tozalanmagan jangalni surib orasiga qo'yadilar. O'sha yerga qolib ketamiz. Bugun borib joyimizni tozalaylik, oxiratni o'ylaylik. U yerda yotganlarni ruhini shod qilsak, ertaga bizni ham ruhimizni shod qiladilar. Duo qilamiz. Robbil alamin eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni nasib qilgin. Mana shu tashabbusga joni dilimiz bilan, hamjihatlik bilan bir yoqadan bosh chiqarib, hammalarimiz o'z qabristonlarimizni borib hasharlar bilan obod qilishligimizga rushd hidoyat bergin, bi rahmatika ya rahman.